Agar o'sha qizni o'rnida sizni farzandingiz bo'lganida, singlingiz bo'lganida, yaqinlaringiz bo'lganida, hozir siz bizlar bilan yelkama-yelka turib kurashayotgan bo'lardingiz. Misol uchun, menga nozima hech kim. Shunchaki u O'zbekiston fuqarosi, u o'zbek qiz, musulmon qiz bo'ldi. Men shu narsani bilaman. Tushmayapti. Nimaga to'xtab qoldingiz deb bitta narsani bilinglar. Men Koreyadagi prokuror emasman, Koreyadagi sudya emasman. Buni olib borib yopib qo'yadigan, qamab qo'yadigan. Men o'zimni sohamdan kelib chiqib, jurnalistlik sohamdan kelib chiqib, professional darajada men hamma dalillarni yig'dim. Men agar biron bir ishga bor vujudim bilan kirishadigan bo'lsam, bilingki, albatta chora ko'riladi. Bor yo'g'imizni tikib bo'lsa ham, hamma imkoniyatlarimizni ishlatib bo'lsa ham, albatta bu narsani tagiga yetamiz va jinoyatchilar o'z jazosini oladi. Shunday ekan, yana bir marta ogohlantiryapman. Sizlarni ham xuddi shu kun kutyapti. Agarda jazo yengilroq bo'lsin deydigan bo'lsanglar, hozir yana bir marta ogohlantiraman. Borib o'zinglarni o'zinglar